Bu kitoblar meni hayotimni 360 gradusga o'zgartirib tashlagan va meni oddiy ishchi musofirdan bugungi darajamga, ya'ni investor, bloger, Instagramdan pul topayotgan marketologga aylantirdi. Gap qanaqa kitoblar haqida ketayotganini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Tem bo'l yaqinda 2026-yil yangi yil bo'ladi. Hayotingizni o'zgartirish uchun menimcha bu kitoblar sizga ham foyda bersa kerak. Assalomu alaykum, ismim Xushnud To'rayev, YouTube va Insta blogerman. Hozirgi kunda Xorazmda, Urganchda digital marketing sohasida Instagramdan pul topadigan ekspertman desam bo'ladi. Chunki SMM proyektlarim ham bor, shaxsiy brend bo'yicha ham mijozlarim bor. Tak что digital marketing sohasida bugungi kunda yaxshi pul topayotgan insonman. Umuman olganda hayotimni o'zgartirgan kitoblarni sanoqlisini aytaman. O'zi juda ham ko'p kitob o'qiganman, vaqtdan qo'yib. Birinchisi bu Saidmurod Davlatovning Men va pul kitobi. Ekranda ko'rib turibsizlar. Bu kitob meni hayotimni umuman o'zgartirib yuborgan, meni miyalarimni ochib tashlagan, pul yig'ishni o'rgatgan, investitsiya qilishni o'rgatgan, pulni boshqarishni, fikrlashni to'g'rilashni, boylar kabi, biznesmenlar kabi, g'oliblar kabi fikrlashni o'rgatgan kitob aynan mana shu Saidmurod Davlatovning Men va pul kitobi hisoblanadi. Bu kitobni o'qib chiqqaningizdan keyin siz umuman dunyoga boshqa nazar bilan qarashni boshlaysiz. Yoningizda ko'pincha imkoniyatlarni ko'rishni boshlaysiz. Nolish emas, bahonalar emas, qiyinchiliklar emas, navorot imkoniyatlarni ko'rishni boshlaysiz va har bitta imkoniyatdan unumli foydalanish yo'llarini o'rganishni boshlaysiz. Aynan mana shu kitob sababli men pandemiya paytida, pandemiyada Rossiyada edim, Peterda edim, oilam bilan birgalikda, hamma joy yopilgan, ko'pchilik biladi, Rossiyada yurganlar, ishxonalar yopilgan, hech kimda pul yo'q. Lekin menda jamg'arimda adashmasam 100 ming rubldan ortiqroq pul bor edi. O'sha paytda pulga chaqsak, где-то 1,5 ming dollardan ortiq pul jamg'arib qo'ygan ekanman. Haligi bizda Rossiyada pul ishlab jo'natishadi-yu, o'shandan tashqari prosta yonimda shunaqa pul qolgan ekan. Mana shu kitobdagi sistema sabab. Bu kitobda sizga pulni to'g'ri boshqarishni o'rgatadi. Ya'ni pulni to'g'ri taqsimlash, qayerga necha foizini sarflash, hammasi o'tida o'rgatilgan. Chunki Saidmurod Davlatov ustozimiz o'zlari Tojikistonlik, ko'p oilali, ko'p farzandli oilada tug'ilganlar, adashmasam 11-bo'lib tug'ilganlar va O'rta Osiyoga moslanib yozilgan bu kitob. Shuning uchun tavsiya qilaman, agar hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, albatta bu kitobni o'qib chiqishingiz kerak bo'ladi. Uning ikkita versiyasi bor, Men va pul 1 va Men va pul 2. Mana shu kitobni o'qib chiqing. Ikkinchi hayotimni o'zgartirgan kitob xuddi shu insonni boylar va kambag'allar fikrlash strategiyasi degan kitob. Bu kitobda nimalar o'rgatilgan? Boylar qanaqa fikrlaydi va vaziyatga qanaqa qaraydi? Kambag'allar qanaqa fikrlaydi va vaziyatga qanday qaraydi va ularning odatlari juda ham zo'r, dona-dona tushuntirilgan. Shu kitobni o'qiganingizdan keyin ham yana fikrlashingiz umuman o'zgarib ketadi. Har bitta vaziyatga, holatga, insonlarning gapiga boshqacha munosabat bildirishni boshlaysiz. Misol uchun oddiy misol aytaman. Misol pul oylik olgandan keyin boylar kabi fikrlaydigan insonlar nima qiladi? Birinchi bo'lib o'ziga investitsiya qiladi, sarmoya qiladi, kerak miqdorni olib qo'yadi, qolganiga yashaydi. Kambag'allarda teskari, oldin rosa sarflab tashlaydi, keyin oylikka jamg'arma qilib yuradi, qarz qurs qilib. Boylar kabi fikrlaydigan insonlar unaqa emas, oldin o'ziga investitsiya qiladi. Keyin o'sha hayotida o'sha qolgan pulni hayotda yashashga sarflaydi. Kambag'allar teskarisi. Mana bu kitobni o'qib chiqsangiz ham adashmasam 20 tadan ortiq farqlarni ko'rsatib bergan. Mehmonga borsa boylar kabi fikrlaydigan odam qanaqa gapiradi, kambag'allar qanaqa gapiradi, umuman hayotda har bitta bo'ladigan hodisaga zo'r misollar keltirilgan. O'zingizda qanaqa fikr egasi ekanligingizni bilib olasiz. Bu kitobni ham o'qing, albatta hayotingizga zo'r ta'sir qiladi. Navbatdagi mana hayotimni o'zgartirgan kitob bu Atomic Habits, ya'ni atom odatlar deb nomlangan kitob. Bu kitob bestseller, butun dunyoda hamma biladi. Agar o'qimagan bo'lsangiz, albatta o'qib chiqing. Bu kitob nimalarni o'rgatadi? Bu kitob bizga mayda-mayda qadamlar orqali, kichik odatlar orqali hayotimizni o'zgartirishni o'rgatadi. Bu muallifning o'zi boshidan o'tkazganlarini va boshqalarning hayotini analiz qilib, kichkina odatlar, kichkina o'sha nima deydi, bajariladigan ishlar keyinchalik qanaqa qilib katta natijaga olib kelish haqida zo'r tushuntirib bergan. Men ham hayotimda u qo'llashni boshladim. Kichkina odatlardan boshlab, hozirgi kunda alhamdulillah o'zimga yarasha kattaroq natijalarga erishishni boshladim va umrim oxirigacha men bu narsalarga amal qilaman. Chunki har bitta narsa mayda qadamdan boshlanadi. Misol uchun 100-etajga chiqmoqchi bo'lsangiz, siz albatta 1-etajdan boshlaysiz. Birdaniga 100ga sakramaysiz, to'g'rimi? Shuning uchun bu kitobni o'qishni sizlarga tavsiya qilaman. Qanaqa qilib odatlarni shakllantirish, zararli odatlarni to'xtatish, o'rniga foydali odatlarni qo'yish, qanaqa qilib erta turish mumkin, qanaqa qilib intizomni yo'lga qo'yish mumkin, hammasi haqida kitobda batafsil tushuntirilgan. Bu kitobni o'qiganingizdan keyin hayotingiz ham o'zgaradi, xudo xolasa, dangasliklardan ham qutulasiz va yomon odatlardan
nima deydi, voz kechib, yaxshi odatlarni hayotingizga qo'yasiz va buni natijasida sizni hayotingiz o'zgarishni boshlaydi. Navbatdagi kitob bu Brian Tracy'ning Достижение цели degan kitobi, ya'ni maqsadlarga erishish yo'li, shunaqa nomladim, bilmadim o'zbekchasi bormi yo'qmi. Maqsad qo'yish, maqsadga qanaqa qilib erishish, oddiy kundalik hayotda qanaqa maqsadlarni qo'yish kerak, kun davomida nima ishlarni qilish kerak, miya charchamasligi uchun qanaqa vazifalarni bajarish kerak, qanaqa affirmatsiyalarni gapirish kerak, qanaqa qilib o'ziga gapirishingiz mumkin, qanaqa qilib boshqalarning gapini qabul qilish, boshqalarga qanaqa munosabatda bo'lish, oilaviy munosabatlar, katta maqsadlarga erishish, katta pul kelish yo'llari, sotuv, hammasi mana shu kitobda batafsil tushuntirilgan, noldan boshlab. Agar siz umuman tushunmaydigan bo'lsangiz, biznesda yoki sotuv nimaligini yoki maqsad qo'yish nimaligini tushunmasangiz, Brian Tracy mana shu kitobini o'qib chiqing. Vashshi zo'r tushuntirib bergan. Aynan shu kitobdan keyin men hayotda maqsad qo'yishni boshladim va birin-ketin sekin-sekin maqsadlarimga erishishni boshladim. Maqsad nima, orzu nima, reja nima, strategiya nima, hammasini mana shu kitoblardan o'rganib, bugungi darajagacha chiqqanman. Ya'ni men aytganimdek oddiy musofir edim. Rossiyada, Sankt-Peterburgda birovning qo'lida oylikka ishlardim. Hozirgi kunda alhamdulillah men investorman. O'zimning komandam bor, o'zimning SMM agentstvom bor, o'zimning mijozlarim bor va men erkin grafikda ishlayman. Juda ko'p insonlarning orzusi bu. Shu bir kitobda aytilgandek, boylar maqsad qo'yadi va kambag'allar esa orzu qiladi. Orzu bu ushalmaydigan narsa. Maqsad bu aniq ushaladigan narsa. Shuning uchun Brian Tracy'ning bu kitobini ham o'qib chiqishinglarni maslahat beraman. Kun bilan o'qib chiqinglar. Eng asosiysi, ustozim Oybek Qosimov aytganlaridek, bitta kitobni kamida 4-5 marta o'qib chiqish kerak. O'shanda har safar o'qiganingizda siz yangi narsalarni o'rganaverasiz. Agar siz 2026-yilda hayotingizni tubdan o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, mana shu kitoblarni o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman. Keyingi foydali videoda ko'rishguncha